Demek quyida Python dasturlash tilida yozilgan dastur kodi berilgan. Demek funksiya chaqirilyapti. Demek funksiya n o'zgaruvchiga ketma-ket 1, 5 va 9 sonlari kiritildi. Har bir o'zgaruvchi uchun dastur natijasini toping deyapti. Demek 1, 5, 9 larni qo'yib ishlaymiz. Demek a 1 ga teng, b 1 ga teng, if shart berilyapti. Agar n beriladigan qiymat n 1 ga teng bo'lsa, return a ni qaytar. Hop, biz birinchi beramiz 1 ni, keyin beramiz 5 ni, keyin beramiz 9 ni. Birinchi 1 ni beramiz. Demek n ni o'rniga 1 ni beradigan bo'lsak, 1 demek teng, haqiqatda teng bo'lyapti 1 ga. Return a ni qaytarish kerak. Return nima bizada? Return a bizada 1 ga teng. Hop, a ni qaytaradigan bo'lsa, demek a 1 ga teng bo'lib qoldi. Bo'ldi. Else ga tushib o'tirmadi. Demek f ni o'zida shart kelib chiqdi. Masalan, birinchi javob kelib chiqdi. Demek javoblarga qaraydigan bo'lsak, hammasida birinchi, demek 1 ni qaytarib berdi. Endi biz 5 ni qo'yib ishlashimiz kerak. Mana 5 ni qo'yib ishlaymiz. Endi o'rniga 5 ni qo'yadigan bo'lsak, 5 demek 1 ga tengmi deyapti? Yo'q. Else ga o'tadi. U holda demek for demek in range 2 dan demek n gacha. Demek 2 ni tekshiramiz, 3 ni tekshiramiz, 4 ni tekshiramiz va 5 gacha keladi. Lekin 5 ni o'zi kirmaydi. Range bo'lganligi uchun, ya'ni o'sha start boshlanyapti 2 dan, stop boryapti 5 gacha. 5 ni o'zi kirmaydi. 2, 3, 4 ni tekshiramiz. Demek s yozamiz. S a plus b ga teng deyapti. A mana bu yerga yozib qo'yaman. A teng 1 ga, b teng 1 ga. Demek shartni tekshirganimizda, hop, s a plus b ni top deyapti. A ni qiymati 1 ga teng, b ni qiymati 1 ga teng. Teng s 2 ga teng bo'ldi. A ni o'zlashtir b ga, b ni qiymati 1 ga teng edi. Hop, demek b ni o'zlashtir s ga. S bizada 2 ga teng. Hop, demek endi ikkinchi qadam 3 ni hisoblaymiz. Demek 3 ni qo'yganimizda nima bo'ladi? Demek ikkinchi marta takrorlanishda demek endi s ga qo'shamiz. 2 demek s teng bo'ladi. Hop, a plus b. A bizada nimaga teng? 1 ga teng, b 2 ga teng. 1 plus 2 teng 3 bo'lyapti. Demek keyingisi a ni b ga o'zlashtir. B bizada 2 ga teng. B ni o'zlashtir s ga. S bizada 3 ga teng. Keyingisi takrorlanish mana 4 uchun takrorlaymiz. Demek s teng a ni o'rniga 2 ni qo'yamiz. B ni o'rniga 3 ni qo'yamiz. Demek bu bizada bo'ladi 5 ga teng. Hop, a ni o'zlashtir b ga. B bizada 3 ga teng. B ni o'zlashtir s ga. S bizada 5 ga teng. Va takrorlanishlar tugadi. Tugagandan keyin mana for'da demak takrorlanishlar tugadimi? 2 uchun ishladi, 3 uchun ishladi, 4 uchun ishladi. Takrorlanishlar tugadimi? Return b ni qaytar. B bizada nimaga teng bo'lib qoldi oxirida? Demak mana 5 ga teng bo'lib qoldi. Demak 5 ni ekranga chiqaradi. Demak birinchi safar a 1 bo'lib chiqqan edi, endi 5 bo'lib chiqyapti. Mana bu yerga yozib qo'yaman. Birinchi safar 1 chiqdi, ikkinchi safar 5 chiqdi. Endi uchinchi 9 ni tekshirishimiz kerak. Demak 9 ni tekshirishdan oldin ustozlar, demak attestatsiyada o'tirgan bo'lsangiz, siz haqiqatdan to'g'ri ishlaydigan bo'lsangiz, javoblarga bir qarang. Demak a da qarang. Birinchi 1 chiqyapti, keyin 3 chiqyapti. Bu bizda bo'lmaydi. Keyingisi b javobga qaraydigan bo'lsak, birinchi 1 chiqyapti, keyin 8 chiqyapti. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Keyingisida s javobda birinchi 1 chiqyapti, keyin 10 chiqyapti. Bu ham bo'lmaydi. D javobga qaraydigan bo'lsak, birinchi 1 chiqyapti, keyin 5 chiqyapti. To'g'ri keladi. Uchinchisi bizada agar 9 ni qo'yib, demak takrorlanishlar sonidan foydalanib oxirgi javob topganimizda 34 chiqsa, demak haqiqatan shu to'g'ri javob bo'ladi. Hozir tekshirib ko'ramiz. Demak, qarang, a 1 ga teng, b 1 ga teng va shartni tekshiramiz. 9
Ha, aynan teng 1gami? Yo'q, aynan teng emas. Demak, if shart ishlamaydi, else ga tushadi. Else ga tushganda, demak, qarang, nechilarni qo'yib tekshiramiz. Demak, 2 mana for in range 2 dan n gacha. N bizada 9. 2 uchun ishlaydi, 3 uchun ishlaydi, 4 uchun ishlaydi, 5, 6, 7, 8, mana 9. 9 ni o'zi kirmaydi dedik, ha? Stop kirmaydi. Demak, 2 dan 8 gacha takrorlashimiz kerak. Demak, birinchi qadam boshladik. Demak, S teng A plus B. A bizada 1 ga teng, B 1 ga teng. Bu yig'indisi 2 ga teng bo'ladi. A ni o'zlashtir B ga, B 1 ga teng. B ni o'zlashtir C ga, C 2 ga teng. Birinchi takrorlanish ketdi. 2 uchun ketdi. Endi 3 uchun ishlaymiz. S barobar A plus B. Mana bu ikkalasini yig'indisi 1 plus 2 bizada 3 ga teng bo'ladi. A ni o'zlashtir B ga, B 2 ga teng. B ni o'zlashtir C ga, C 3 ga teng. 3 uchun ham ishladik. Endi 4 uchun ishlaymiz. S barobar A plus B 2 plus 3 5 ga teng. A ni o'zlashtir B ga, B 3 ga teng. B ni o'zlashtir C ga, hop, B ni o'zlashtir C ga, C bizada 5 ga teng. Ana 4 uchun ham ishladik. Endi 5 uchun ishlaymiz. S barobar A plus B 3 dan 5 ga qo'shsak 8. A ni o'zlashtir B ga, B 5 ga teng. Demak, B ni o'zlashtir C ga, C 8 ga teng. Hop, demak 5 uchun ham ishladik. Endi 6-chi keyingi takrorlanish 6 uchun ishlaymiz. S barobar A 5 ga teng. Hop, birato'la yig'indisini qo'yib ketaman. Demak, 5 ga teng, B 8 ga teng. Demak, ikkalasini yig'indisi bizada 13 bo'lyapti. Demak, A ni o'zlashtir B ga, B 8 ga teng. B ni o'zlashtir C ga, C 13 ga teng. 13. 6 uchun ham ishladik. Endi 7 uchun ishlaymiz. Hop, C barobar A plus B. Demak, 13 ga 8 ni qo'shamiz. 13 ga 8 ni qo'shsak, demak 21. A ni o'zlashtir B ga 13, B ni o'zlashtir C ga bu 21 bo'lyapti. 7 uchun ishladik. Endi oxirgi 8 uchun ishlaymiz. S barobar A plus B 13 ga 21 ni qo'shamiz. Demak 34 bo'lyapti. A ni o'zlashtir B ga, demak 13, kechirasiz 21, 21. B ni o'zlashtir C ga, C bizada 21 ga, kechirasiz. Ha. Demak 34 ga teng. 34. Va takrorlanishlar tugadi. Mana 8 uchun ham ishladik. Endi aytayapti, return B ni qaytar. Javob sifatida return B ni qaytaradigan bo'lsa, demak 34 chiqar ekan. Demak, bizning ekranimizda 1, 5, 34 degan javoblar chiqadi. Demak, D javob haqiqatda to'g'ri ekan.